Bolamiz. Bunlar yorilib ketgan mana. Mana. Bunlar mana og'izlari, lavlari mana yorilib ketgan уже. Bunga mana yaxshi nimasi? Chem spray. Yashil bo'lib qoldi, ya'ni stomatik bo'lib qoldi degan akalarimizga o'ylanib yurmasdan o'zimizni odam apta ekan mana bitsilin 5. Bitsilin 5 dan 4 tani bitta qilib urasizlar. Bu qatib qolyapti deganlarga qatib qolyapti deganlar. Mana natriy xlorid, fistastvor. Bundan olasizda 20 gram. Mana savolasizlar, 4 tani bitta qilib urasizlar. Nima bo'ladi desanglar 80 kiloga bitta bitsilin 5 ketadi. Bu vesi qancha bu vesi? O'sha bittani mana bitta qildik, mana 20 gram bo'ladi. Analgin mana. Plus immunobaza. Sabab nima desa, analgin tushirib beradi temperaturani. Bu bitsilin 5 infeksiyani oladi. Immunobaza immunitetni ko'tarib beradi. Sizlarga maslahat. Yo'q, bu desa mana Doxflox degani bor. O'ta zo'r narsa. Bunda Daxalin bor, Flunex bor, 4 ta dori bir bo'lgan. Shu hozirgi kunda zo'r effekt beryapti. Endi sizlarga nima bo'lgan sababli bitsilin 5 hamma yerda bor. Buni topolmasanglar, moronga yetmaydi. Analginni ham kerak yo'q bungacha. Sizlarga oshiq rasot bo'lmaydi. 4 ta dori bor bunda. Daxalin mana, Prem Service Belorusiyaniki. Effekt beradi. Bismillah. Agay. Bo'ldi. Analgindan 10 gram beramiz. Go'shtga. Bolamiz. Bunlar yorilib ketgan mana. Mana. Bunlar mana og'izlari, lavlari mana yorilib ketgan уже. Bunga mana yaxshi nimasi? Chem spray Ispaniyaniki. Yo'q bo'lsa hammasi ketaveradi mana. Deb olasiz. Bunga. Bir kun 2 mahal. Mana inshaalloh buni jo'natib qo'yilasiz, nima bo'lib olib yurgan akalarimiz mollarga.